44 marta haj qildilar hayotlari davomida. 45-marta haj qilayotgan edilar. Arafot tog'ida dam olib duo qilayotgan vaqtlarida nafslari aytdi: "Ey Boyazid, sendaqasi yo'q. Sen bittasan. Hayotingni qara. 45-marta haj bu. 45 marta. Rostakasin. 45 marta haj qilgan odam kamdan kam noyob. 45 marta haj qilding. Hayoting davomida sana 1000 marta Qur'onni xatm qilgan Boyazid Bistomiy. 1000 marta Qur'onni xatm qilgansan. Sendan zo'ri yo'q. Sen ibodatli, taqvoli, taqvodorni ham eng zo'ri yaxshi sensan", dedi nafs Boyazidga. Bizni ham bugungi kunda qilayotgan amallarimiz